kredit, qandaydir o'zini shaxsiy ehtiyojiga olingan qarzlar emas. Haqiqiy haqdorni men kim deb hisoblasam, mana sizlarga aytaman. Nogironligi bor. Nogiron inson uyda yotgan, ortiqcha buyumga o'xshaydi, xafa bo'lmaysizlar, men to'g'ri ma'noda tushuntiraman. U inson ishlab o'zini ehtiyojini qoplay olmaydi. Ovqatini, yurish-turishini senga o'xshab bir joyga borib o'ynab kula olmaydi. U haqiqiy haqdor hisoblanadi. Haqiqiy haqdor nogiron inson hisoblanadi. Nogiron inson qo'pol qilib aytganda o'zini o'zi eplay olmayotgan inson hisoblanadi. Nogironmi o'sha haqiqiy haqdor? Jigar seriyoz qanaqadir kasallik orqasidan Allohning anosi bilan nogironlikka mixlangan inson haqiqiy haqdor hisoblanadi. Hech kasdan qaytib salom alik qilinmaydi, chunki men haqiqiy haqdorlarim O'rta Osiyo bo'ylab bo'ladi. Men shu paytgacha xalqni bironta bir so'm pulini yemagan, bundan keyin ham yemayman. Meni o'zim kistamdan har bittasiga 20 ta bo'lsa 20 taga ham zakotim bor, shaxsan o'zimni. Men o'zim ham zakot bermoqchiman. Niyat qilib qo'ydim, ko'nglimga tuyib qo'ydim. Nasib bo'lsa o'sha kun keladi, oz qoldi. Men o'zim har bittasini aniqlaganim shuni chiqqandan o'zimni zakotimni birinchi men o'zim beraman. Hozircha 3 ta haqdorimiz Tojikiston, Toshkent viloyati, bittasi Andijonda aniqlandi. Meni Andijonda ham, Toshkentda ham, Tojikistonda ham hech kimim yo'q. Men Qashqadaryoni bo'lasizman. Men Qashqadaryolikman. Men viloyat ajratmayman, yurt ajratmayman, ult ajratmayman. Joy kelgan payti Turkmanistondan, joy kelgan payti Qirg'izistondan, joy kelgan payti Qozog'istondan, joy kelgan payti Tojikistondan shu paytgacha ham yordam berganmiz, bundan keyin ham yordam beramiz. Prosta tak men sizlarga asabiylashmoqchi emasman. Sizlarga men chiroyligina tushuntirmoqchimanki, menga haqiqiy haqdor insonlarni aniqlanglar, yordam beringlar, ko'mak beringlar, meni hech kimga yozmasdan chiroyligina murojaat bilan chiqinglar. Tojikistonlik qizchamiz haqiqiy haqdor deb hisoblandi, uchinchisi. Nasib bo'lsa, shunday chiroyligina ehsonlarni o'tkazib beraman. Ana shu qizchamiz o'nglanib, nasib bo'lsa to'ylarida, akajonim, bir insonim bir qilganimni turg'izib yubordi deb meni eslayveradi. Tamom. Tojikiston Qo'rg'ontepa viloyatidan. Haqiqiy bir akam yiqilganimda meni turg'izib yubordi. Shu inson Alloh uchun yaxshilik qildi deb meni chiroyli bir duo qilib qo'yadi, tamom. Bo'ldi, vse. Yetadi shuni o'zi menga. Men tog'da o'saman. Men mana shunday osmonda o'saman. Yiqilgan odamni hech kimi turg'izmaydi hozirgi kunda. Yiqilib qolsang do'stim seni. Yiqilib qolsang, Ilohim yiqilma. Oldingda turgan do'sting mayli, aka-ukang ham seni turg'izmaydi. Seni tug'ishgan aka-ukang ham seni yiqildingmi turg'izmaydi. Shuning uchun yiqilma. Kallangni ko'tarib yur do'stim. Yiqilma. Men shunday yiqilgan insonlarni ko'tarmoqchiman. Tanisam, tanimasam. Tanimasam ko'tarmoqchiman. Ko'nglimga tuydim shu narsani. Qilaman. Butun dunyosi menga qarshilik qilmoqchi bo'lsa ham shu ishni qilaman. Butun dunyolari menga qilma deb chiqsa ham qilaman shuni. Qilaman, Alloh uchun qilaman. Ko'nglimga tuydim, zakotim bor. Juda katta zakotim bor, o'zim beraman. Hech kim bermasa o'zim beraman. Berishadi. Meni akalarim saxiy, meni boy akalarim bor. Meni saxovatpesh, boy ko'ngliga ehsonni tuyib qo'ygan minglab, 10 minglab, 100 minglab donator akalarim bor. Hammasidan iltimos qilib so'rayman. Ash qiynalgan insonlar uchun. Bitta iltimos qilsam bo'ladimi? Bitta iltimos qilsam. Paka batilgacha 1-2 soat ovqatlanib kelaman, hozir efirda o'chiraman, sizlardan bitta iltimos qilaman. Profilimga video joylaganman. Mana shu ehson qanday bo'lishi, kimlar aniqlangani mana shu profilimda. Shunday o'tasizlar, videoga bitta reaksiya, kommentariya, video обращениясini ko'rgan bo'lsalar kerak. Bizga video murojaat bilan yordam so'rab chiqibdi. Aziz qadrdonlar, sizlarga bir juda ham bir xush xabar e'lon qilmoqchiman. Nasib bo'lsa ro'zani 3-kunida, ayni zakot berayotgan kunida men
auditoriyamiz bilan birgalikda, ya'ni sizlar bilan birgalikda 20 ta insonga chiroyligina ro'zani zakotlarini berishga, ya'ni haqdor insonlarni topib yordam berishga shunaqa bir proyekt yaratib qo'ydim. Bu insonimiz bu qizchamizni haqiqiy haqdor deb belgilab, 3-chi haqdorni aniqlaganimda sizlarga e'lon qilmoqchiman.